Salom, sizlar bilan Temurbek. Bugun sizlar bilan soatlab dars qilish haqida gaplashamiz. Bu usulga men birinchi universitetga kirganimda to'g'ri kelganman, ya'ni universitetga kirganman, qanday qilib soatlab dars qilish mumkin, ya'ni qanday qilib diqqatni bir joyga saqlab universitet darslarini qilish mumkinligi haqida o'ylaganman va YouTube'ga ozgina izlanishlar qilganimda James degan bola chiqib kelgan. James bitta joyda o'tirib soatlab dars qilardi, ya'ni bitta joyda o'tirib 12 soatlab dars qilardi va shu payt o'ylab qolganman. Qanday qilib bunaqa qilish mumkin? Bu videoni ko'rganimga 5 yil bo'lgan bo'lsa va men 5 yil ichida bu bolani qanaqa dars qiladi, qanday qilib samaradorligini oshiradi, shular haqida o'zim o'rgangan 3 ta skillsimni, ya'ni 3 ta ko'nikmamni sizlarga aytib beraman va sizlar ham endi dars qilishinglarni bu usullar bilan yaxshilashinglar mumkin. Birinchi usul bu rejalashtirish. Biz hayotimizda har bitta ishimizni agar rejalashtiradigan bo'lsak, hayotimizni, yashash sifatimizni yana ham yaxshilaymiz. Agar biz dars qilishimizdan oldin nimani, qancha dars qilishimizni hisoblay olsak, ishlarda orqaga surishdan qutulamiz. Qancha vaqt bitta stolda o'tirishimizni bilganimizdan keyin miyamiz bilan kelishishimiz mumkin. Misol uchun siz qanaqadir til o'rganayotgan bo'lsangiz, eshitish uchun 1 soat, o'qish uchun 1 soat, yozish uchun 1 soat rejalashtirib olganimizdan keyin ikkinchi usulga o'tamiz. Ikkinchi usul bu bezovta qilmang. Biz uyda dars qilamizmi yoki ko'chada, kafelarda, kutubxonalarda dars qilamizmi, bizga bitta narsa kerak. Shovqinsiz dars qilish. Ya'ni bizni hech kim bezovta qilmasligi kerak. Agar uyda dars qiladigan bo'lsak, uydagilarga men, ya'ni rejalashtirib oldik-ku, 3 soat dars qilaman, meni iltimos bezovta qilmanglar deb aytib qo'yamiz va bizning eng katta dushmanlarimizdan biri bu telefon. Telefonni olamizda samolyot rejimiga qo'yamiz. U rejimni yoqib, internetdan, ya'ni undan oldin agar kompyuteringiz bo'lmasa, telefoningizga kerakli ma'lumotlarni tortib olishingiz kerak. O'zingizga dars qilish mobaynida kerakli narsalarni hammasini. Shundan keyin quloqchinlaringiz bo'lsa, juda ham yaxshi bo'lardi. Ya'ni quloqchinlar bilan iloji boricha maksimalni biz atrofimizni blok qilishimiz kerak. Hech qanaqa ovozlar eshitilmasligi kerak. Bu narsa bizni diqqatimizni bitta joyga jamlashimizda yordam beradi. Bu narsadan men juda ham ko'p foydalanganman. Sizlarga tavsiya qilaman, agar kutubxonaga borasizlarmi, kafega borasizlarmi, iloji boricha sizlarning ko'zingizlarning oldinglardan serqatnov odam o'tmasligi kerak. Bu sizlarning diqqatingizlarni bo'linishiga olib boradi va yoningizdagi sherigingiz bo'ladigan bo'lsa ham iloji boricha gaplashmasligingiz kerak. 3-usulga o'tamiz. 3-usul bu James foydalanadigan pomidor usuli. Bu usuldan men bakalavrda o'qish mobaynida, yillar mobaynida 5 yil bo'ldi adashmasam bu usulni bilganimga, davomli foydalanib kelyapman. Diqqatimni bir joyga jamlash, dars qilishda bu menga juda ham ko'p yordam beradi. Pomidor usuli bu nima? 25 daqiqa ishlaysiz, 5 daqiqa dam olasiz. Yoki 50 daqiqa ishlab, 10 daqiqa dam olishingiz mumkin. Bir kunda misol uchun 10 talab pomidoro qilishingiz mumkin. Pomidoroni bitta yaxshi tarafi unda tartib bor. Dars qilishingizda agar qancha ko'p tartib bo'ladigan bo'lsa, dars qilish sizga yoqib boradi. Ya'ni 25 daqiqa bitta joyga o'tirib ishlaysiz va 5 daqiqa dam olasiz. Dam olish mobaynida ham telefonlar o'ynab yoki qanaqadir short videolar ko'rishingiz kerak emas. Iloji boricha shunchaki uxlashingiz kerak yoki qayergadir chiqib aylanib kelishingiz kerak. Ya'ni iloji boricha gadjetlardan uzoqda bo'lishingiz kerak. Pomidoroni 4 ta bajarganingizdan keyin 15 daqiqa dam olishingiz mumkin. Unda ham ko'chaga chiqib aylanib yurishingiz mumkin. Ya'ni bizni diqqatimiz qanaqa ishlaydi? Ya'ni miyamiz 20 daqiqa mobaynida miyamizni qiynaymiz va diqqatimiz sustlashni boshlaydi. Pastga tushayotgan paytida 5 daqiqa dam olganimizda hech narsa qilmasdan diqqatimiz yana o'zini holiga qaytadi. Va shunday holatda biz juda ham ko'p pomidoroni ishlatishimiz mumkin. Shu usullardan foydalanib men dars qilish mobaynida, ya'ni chalg'imayman, o'zimni ustimda bemalol ishlab kelaman.